Ramizan Yazmiliri 9. bab Bir Bayram Arzulaymen 2. bölüm Kembegheller bilen Hemdastixan bolush. Tolgaqыңızның мәqbal bolishini tilab, tolgaqның qabul qilinishi arzusi bilan. Qur'on aylardan Ramizan oyida nazil bo'lishga boshlagani o'zi bayon qiladi. Muborak bir kecha bo'lgan Qadr kechasida tushishga boshlaganligini Qur'on ta'kidlaydi. Bu ahvolda Qur'on nazil bo'lishga boshlagan mezgildagi Qadr kechasining Ramizan oyida ekanligi aniq. Bular Qur'on bilan aniq bo'lgan haqiqatlar. İlahi vahiy kelganda Rasululloh Hira g'orida edi. Tunji kalimasi o'quv bo'lgan Alaq surasidagi dastlabki 5 oyat bu joyda nazil bo'ldi. Bu oyatlarning ma'nosi mundaq. Yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qu. U insonni laxti qondan yaratdi. O'qu. Rabbing cheksiz karam egisidir. U qalam bilan yezishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan o'rgatdi. Bu ma'lumotlarmi tarixda aniq bo'lgan haqiqatlar. Bu haqiqatlar asosida Rasulullohning Hirodagi ro'yi holati haqida izlangan vaqtimizda uning tafakkurida yaratilish haqidagi izlanishning asosi o'rinda turganligini ko'rib olaymiz. Mavjudiyat va mavjud bo'lishni cho'rdigan holda o'ttirg'i chiqqan kim, nima uchun, nemishqa, qandoq, nima bilan savollarining javobi haqida izlangan Rasulullohga Allah tunji nazil qilgan oyatlar orqali bu tilsimning ochqichini javob shaklida beradi va mavjud bo'lishga doir ma'lumotga, ya'ni haqiqatga qaytish manba orqali erishalaydiganligini ko'rsatib berdi. Hira mahramiyatni tamsil qiladi. Davrimiz insoniy mavjudlik to'lg'i qiyab, mavjud bo'lish tilsimining ochqichiga erishib qolmasin deb. Oilalarning mahramiyati fuqarolardan shakllangan zamonaviy qullarni ijod qilgan zamonaviy davlat va madaniyat tarafidan yo'q qilindi. Ailening ar-nomusiga qo'l uzatib, namaramlarga tajovuz qilib kirib qolmasdan, makonning tafakkur qilgan qalbi hisoblangan Hirani ishg'ol qilganidek, insonning Hirasi bo'lgan aqlini va qalbini ishg'ol qildi. İnsanlar bir o'zlik idrokiga erishib, qayerdan keldim, men kim, nima uchun yaratildim, nima uchun avatildim, nima bilan mavjud bo'laman, qayerga ketib boraman deganga o'xshash mavjudlik savollarini so'rashga boshlagan vaqtda o'z kimligiga ega bo'la oladi. Inson o'zligiga, shaxsiyatiga ega bo'lgan vaqtda ularni o'xshash kimlikka ega qilg'ili bo'lmaydi. Ya'ni padaga aylantirg'ili, padachi va pada iti orqali ularni boshqarg'ili bo'lmaydi. Bu kishilarni padaga aylantirib, dunyoviy huzur halovatini ularning go'shi, terisi va suti ustiga barpo qilgan padachi va pada itining sherin tushining oxirlashishi bo'lib qolganlikdan ular buningga osonlikcha yo'l qo'ymaydi. Hira teranlik, ya'ni cho'nqurliq bilimni, insoniy teranlikni, teran insonni tamsil qiladi. Teran insonlar yo'q yoki barmoq bilan sanig'idak oz bo'lgan yerlarda tabiat qonuniyatiga ko'ra bu bo'shliqni
teran, qorong'u davlatlar egallaydi. Ular vijdonlarni monopol qilishga, qalblar va aqllarni ishg'ol qilib, kishini cho'chitadigan metodlar paydo qilishga, manfaatlarni muqaddas va qo'l tekkizgili bo'lmas qilish uchun saxta ilohlar yaratishga yuzlanadi. Ramizan mana bu jihatdan nihoyatda cho'nqur ma'niga va ahamiyatga ega. Qalb chitlarga isilgan holda o'ziga qarab ilgirlamoqchi bo'lganlar uchun tepilg'isiz bir fursat Ramizan. Bo'libmi umidlar xuddi qushlarga o'xshash ko'chgan. Gul yuzlik yorning masqulg'ichi hidi o'ltirilgan. Aqchashliq savdolarning o'lilish uchun o'zini Yunuslardek qirg'oqqa atgan. Xiyonat bo'ronlarining beg'ubor qalblarni tayfun bo'rnidan bakrak urvatgan. Kun nuriga qarshi o'g'ilganlar, qutirgan siri g'aljirlashgan bundaq ig'ir va tor bir zamonda, makonda tepilg'usiz bir fursat Ramizan. Bizning ro'zini ro'yiga uyg'un shaklda tutayotganligimizdan tutgan bo'lsak, buning natijasiga erishalmaganligimiz haqida aniq bir narsa deyolmayman. Ammo menga aydin bo'lgan bir narsa borki, ro'za bizni tutayotadi. Bizni qat'i qomatda tik, jonliq holda tutayotadi. Agar buning aksichi bo'lgan bo'lsa, Ramizonni bir ma'rakaga, ro'zini o'riqlashga, ibodatni odatga aylantirdik deganlik bo'ladi. Ro'za hayit bilan Kembit bayrami, ya'ni Turkiyada ro'za hayitning yana bir xil atalishi. Orasidagi kurashda kimning g'alaba qiladiganligi, ro'zini qattiq qomatda tik, ixlos bilan tutgan, Ramizan to'lg'iqi yegan mu'minlarga munosabatlik. Allah yegan to'lg'iqingizni qabul qilsin.